pastdan shunchaki tepaga olib chiqadigan osma ko'prik lapanglab borib kelyapti. Ustiga shamol. Balandlikdan qo'rqishimni chodakka kelib sezib qoldim. Muhimi pastga qaramaslik kerak. Shaxtalar bo'ladi-yu, qo'rqinchli filmda ishlangan Gollivudda. Ana shunday manzarani beradi. Mana shu yerda dunyoga mashhur Damashq qilichi hattoki ishlab chiqarilgan suyaklarni ham ko'rishingiz mumkin. Misol uchun biz ko'rib turgan hududda 4 ta oilaning yashash manzili bo'lgan. Tasavvur qilib ko'ring, o'sha davrning eng ilg'or texnologiyasi Axsikentda bo'lgan. Turli yuqumli kasalliklarni tarqalish xavfi juda yuqori bo'lgan. Ikkita o'ra chuqur qanday kavlangan? Bu yerga nima uchun sizni olib keldik, bilasizmi? Aynan shu yerda asrlar davomida ajdodlarimiz qanday yashaganlarini ko'rib olsak bo'ladi. Har qanday sayyoh yo'lga chiqarkan ko'proq narsalarni ko'rishni istaydi. Ajoyib tabiat, tarixiy joylar va shu bilan birgalikda zamonaviy ko'ngil ochar joylar har bir sayyohning orzusi. Shu tomonlama olib qaraydigan bo'lsak, Namangan haqiqiy xazina. U yerdan hamma narsani topasiz. Tabiat gap yo'q. Tarixiy joylar, biz sizga ularni ko'rsatamiz va albatta zamonaviy ko'ngil ochar joylar ham bo'ladi. Safar davomida shunday holatlar bo'ladiki, hattoki operatorning yordamchisi bo'lishga ham to'g'ri kelib qoladi. Bu biz uchun odatiy ish, ko'nikib ketganmiz. Vokzalga kirganimda men e'tibor qaratgan birinchi narsa bu odam gavjumligi bo'ldi. To'g'risi, bu meni hozir hayron qoldirmadi. Shunchaki 5-6 yil oldingi vaziyat bilan taqqosladim. Bunday erta vaqtda vokzalga kelsangiz, bu qadar ko'p odamni topa olmasdingiz. Hozir esa ko'rib turganingizdek, juda ham odam gavjum. Bu nimadan dalolat beradi? Demak, yurtimizda turizm rivojlanyapti. Aslini olganda, Toshkentdan Namanganga masofa u qadar uzoq emas. 280 kilometr atrofida. Ammo yo'l dovon oshib o'tgani tufayli biroz vaqt talab qiladi. Yengil mashinada 4,5-5 soat ichida manzilga yetib olish mumkin. Yo'lkira esa bir kishi uchun 150 ming so'm atrofida. Poyezd bu masofani o'rtacha 4 soatda bosib o'tadi. Narxi ham talab darajasida. Kupega 170 ming so'mga chipta sotib olish mumkin. Evaziga bemalol oyoq uzatib ketish ham mumkin va tabiatning ajoyib manzaralaridan ham bahramand bo'lasiz. Uzoq yo'l yurishni yoqtirmaydiganlar esa samolyotda Namanganga parvoz qiladilar. Samolyotga chipta narxlari ham turlicha. Hammasi qachon buyurtma berishingizga bog'liq. Ekonom toifaga 250 ming so'mdan boshlanadi. Komfort va biznes toifa narxlari esa ancha qimmat. Hattoki 2-3 millionga ham borishi mumkin. Hammasi chiptani qachon buyurtma qilishingizga bog'liq. Qancha erta harakat qilsangiz, shuncha arzon bo'ladi. Biz Namangan sari poyezdda yo'lga chiqishga qaror qildik. Nima uchun? Buning bir qator sabablari bor. Birinchidan, poyezdda yo'l-yo'lakay ketarkansiz shunday ajoyib manzaralarni ko'rasizki, ko'zingiz quvnaydi. Bunaqasini Shvetsariyadan topmasangiz boshqa joydan bilmadim. Yana boshqa bitta sababi esa ochig'i men samolyotdan ko'ra poyezdni ma'qul ko'raman. Buning bir qator sabablari bor, ochiqlab o'tirmayman-ku, lekin agar poyezdda boradigan joy bo'lsa, hech qachon samolyotda uchmaganman. Demak, ko'rishamiz. Xo'p, nima uchun men samolyotdan ko'ra poyezdni tanlayman? Chunki samolyotda mana bu narsa yo'q.
Do'stlar, biz Dovondan oshib, mana nihoyat vodiyga yetib keldik. Pop tumanida tushdik. Nima uchun Pop tumanida tushdik? Sababi biz birinchi manzilimiz sifatida Chodakni tanlaganmiz. Nima uchun Chodakni tanlaganimizni esa o'sha yerga borganimizda, Xudo xolasa, bilib olamiz. Popdan Chodakka qadar bo'lgan masofa unchalik uzoq emas. Umuman, vodiyda o'zi masofa juda katta bo'lmaydi. Astoydil harakat qilsangiz, 3 soatda u boshidan bu boshiga yetib olsa bo'ladi. Biz ham yarim soat nari berisida manzilga yetib oldik. Muhimi, yo'lkira ham unchalik qimmat emas. Taksida kishi boshiga 30 ming so'mdan vokzaldan to Chodakkacha olib borib qo'yishadi. Nima uchun sizni Chodakka boshlab kelganimizni aynan mana shu yerda bilib olishingiz mumkin. Bu yerda biz sizga va'da qilganimiz o'sha tabiat, zamonaviy dam olish maskanlari bilan uyg'un bo'lib ketgan. Chodakda 3 ta bolalar oromgohi bor, 300 ta mehmon uylari, 4 ta baland osmador yo'li. Bularning hammasi turistlarga xizmat qilish uchun shay holatga keltirib qo'ygan. Bundan tashqari zamonaviy attraksionlarni ham Chodakdan topsangiz bo'ladi. Chodakliklar shu qadar uddabronki, hattoki o'zlari 3 ta baland osmador yo'lini ham tiklab qo'yishgan. Shu bilan birgalikda boshqa hech qayerda ko'rmaganingiz qo'rqinchli g'orga kirib chiqishingiz mumkin. Hozir aynan mana shu g'orni sizga ko'rsatmoqchi bo'lyapmiz. Qizig'i shundaki, bu g'or 40 metr uzunlikka ega va 1 yil oldin qo'lda kavlangan. Bunday g'oya kelganiga, bu g'oyani amalga oshira olishganiga hayron qoldim. Kirib ko'rishingiz mumkin. Albatta, har birimiz ham Gollivud filmlarini ko'rganmiz va unda qo'rqinchli manzaralarga ko'zimiz tushgan. Ochig'i, mana shu g'orga kirish asnosida o'zimda ham shunday tasavvur paydo bo'ldi. Oxirgacha hattoki borishga ham ozgina qo'rqib turdim va nimadan qo'rqaman deya oxirgacha yurdim. Agar sizda kamerada qanday ko'rinyapti bilmadim, lekin albatta Chodakka kelib shu yerga bir o'zingiz kirib ko'rsangiz, men tuygan hissiyotlar sizga ham begona emasligini payqab olasiz. Oyoqdagi suv, e'tibor bering, oyoqdagi suv chakkilab suv tomib turadi yuqoridan, yana qandaydir bir o'sha shaxtalar bo'ladi-yu, qo'rqinchli filmda ishlangan Gollivudda, ana shunday manzarani beradi. Oxiri. Eng katta baho g'oya egasiga berilishi kerak. Bunday g'oyani o'ylab topishni o'zi va uni amalga oshirishni o'zi katta narsa. Qoyil, shunchaki qoyil. Dengiz sayohatlari haqida ko'p kitob o'qiganmiz. Gulliverning sarguzashtlari bo'lsin yoki boshqa 15 yoshli kapitan, hozir esimga tushganlarini aytyapman. Hammasida o'sha kema palubasi qanaqa lapanglab borib kelgani, dengizchilarga qanaqa qiyin bo'lgani haqida hikoya qiladi-da. Lekin bizda dengiz yo'q-ku. Biz o'sha hissiyotlarni tushunishimiz qiyinroq bo'ladi. Hozir o'sha hissiyotlarni tushunib turibman. Ko'prik, osma ko'prik. Hali bu tepadagi emas. Pastdan shunchaki tepaga olib chiqadigan osma ko'prik lapanglab borib kelyapti. Ustiga shamol, kuchli shamol, sovuqroq va xuddi o'sha dengizdagi to'fon paytidagi kayfiyatni beryapti menga. Dahshat. Hissiyotlar shunchaki dahshat. Chiqib oldim. Tarixga til ojiz. Qattiq yerda turish ham katta baxt. Bu ko'prikmi? Zinaga men lapanglovchi zina deb nom qo'ydim. Zinadan tepaga ko'tarilib olganingizdan keyin
oddiy tosh yo'lidan tepaga qarab chiqishingiz kerak bo'ladi. Biz hozir ana u yerga boramiz. Hozir ko'rsataman sizga. Asosiy maqsadimiz esa eng balanddagi osmador yo'li. Ochig'i, balandlikdan qo'rqishimni Chodakka kelib sezib qoldim. Bungacha to'g'risi hech qanaqa vahima bo'lmagan menda balandlik bo'yicha. Tushunishingiz uchun men hozir 150 metr balandlikda turibman. Ro'paramda osmador yo'li, hali ungacha yetib bormadim. Maqsadim o'sha. Past soy, ajoyib manzara. Men ana o'sha manzaradan 150 metr yuqorida turibman. Muhimi pastga qaramaslik kerak. Pastga qarasangiz keyin yo'g'i yuragingiz betlamay qoladi. Operatorimizdan iltimos qilardim, lekin pastni ham bir ko'rsatib qo'ysalar yaxshi bo'lardi. Mening hissiyotlarimni tushunib olishingiz uchun. Aniqrog'i qo'rquvimni deb yashirib nima qildim? Ochig'i, Chodakka kelib bunday olam taassurotlar bilan qaytaman deb o'ylamagandim. Bu yerda tabiat ham bor, uchib ko'rsatdik, har xil attraksionlar ham bor, toza havo, nima istasangiz hammasi topiladi. Mazali ovqat, ajoyib manzara. Shunchaki keling, dam oling, o'zingiz uchun bironta supa olasizmi yoki oilaviy dam olish uylaridan olasizmi? Bemalol dam olib, ko'rib ketsangiz bo'ladi. Bizning esa Namangan safarimiz davom etadi. Keyingi manzil, keyingi marra Axsikent. Axsikent sari yo'l olamiz. Ketdik. Ortimda siz ko'rib turgan maskanda 2000 yillar oldin hayot vujudga kelishni boshlagan. Milodiy 9-10 asrlarda aynan shu yerda Farg'ona vodiysining poytaxti bo'lgan. Mana shu yerda dunyoga mashhur Damashq qilichi hattoki ishlab chiqarilgan deyiladi. Yurtimiz tamaddunining beshiklaridan biri Axsikent. Har bir o'zbek albatta kelib ko'rishi shart bo'lgan makon. Biz bugun siz bilan aynan shu maskan haqida gaplashamiz. Yaqin 15-20 daqiqa vaqtingizni bizga ajratasiz degan umiddamiz. Faqat vodiyga xos bo'lgan spetsifik jihatlar bor. Misol uchun vodiyda aholi zich va uning har bir qarich yeridan foydalanishadi. Xo'sh, shunday ekan nima uchun bu maskan asrlar davomida bo'sh turibdi? Qanday qilib bu yerda hayot to'xtab qolgan va yana bir qator savollar borki, ularning javobi juda qiziqarli. Biz bugun ana o'sha savollarga javob topishga harakat qilib ko'ramiz. Axsikent bir necha asrlik uyquda bo'lgan va faqatgina yaqindan boshlab u sekin-asta mudroq uyqudan uyg'ona boshladi. Umuman olganda har bir sohada bo'lgani kabi mustaqil O'zbekistonning arxeologiyasi va tarixini ham 2016 va 2016-yildan keyingi davrga bo'lsak bo'ladi. Shavkat Mirziyoyevning shaxsiy tashabbusiga ko'ra, Axsikent keng o'rganila boshlandi va konservatsiya ishlari jadal suratda bugungi kunda ham olib borilmoqda. Axsikentda bir necha asr davomida hayot gullab yashnagani haqida gapirdik. Bu hayot izlarini oddiy mana shu qirqimdan ham ko'rib olsak bo'ladi. Qayerdadir xom g'isht, qayerdadir pishgan g'isht qoldiqlari bor va qayerdadir hattoki suyaklarni ham ko'rishingiz mumkin. Bu suyaklar qanday suyakligini ochig'i biz bilmaymiz. Arxeologlar faqatgina javob topishlari mumkin.
Mana endi biz safarimizning eng qaymoqli joyiga keldik. Biz bu yerga nima uchun sizni olib keldik bilasizmi? Aynan shu yerda asrlar davomida ajdodlarimiz qanday yashaganlarini ko'rib olsak bo'ladi. Mana bu 4 burchak obyekt. Bu nima? Bu supa. Aytishingiz mumkin, nimaga bunchalik kichkina deb. Nari borsa 1,5 metr chiqadi xolos. Bu supa nimaga bunchalik kichkina deb so'rashingiz mumkin. Buning sababi juda ham oddiy. Bu yerda o'tiradigan oila kichkinagina joyda minimal hududdan foydalanib yashashga majbur bo'lgan. Tasavvur qiling-da, o'rta asrlarda urushlar ko'p bo'lgan va tabiiyki aholi qalin mudofaa devorlari ortida turib yashashni ma'qulroq ko'rishgan. Mudofaa devorining ortidagi yer esa chegaralangan. Shu sababli ham odamlar kichkina joydan foydalanib yashashga majbur bo'lishgan. Misol uchun biz ko'rib turgan hududda 4 ta oilaning yashash manzili bo'lgan. Hudud esa u qadar katta emas, deyarli 20 ga 15 metr atrofida 3-4 sotixda 4 ta oila bemalol ko'nib yashashgan. Yana bir qiziq jihat, mana bu o'rani ko'rayotgan bo'lsangiz kerak. Yonida xumning siniqlari ham turibdi. Bu hozirgi zamon tili bilan aytganda sovutkich, xolodilnik. Tez buzilishi mumkin bo'lgan mahsulotlar aynan mana shu yerda saqlangan. Endi esa navbatdagi jihatga to'xtalamiz. Axsikent bilasizmi, nimasi bilan mashhur bo'lgan? O'zining qilichlari bilan mashhur bo'lgan. Damashq qilichlari deb hammamiz ham eshitganmiz. Lekin o'sha mashhur Damashq qilichlari egilganda ham sinmaydigan, toshga ursa sindiradigan, ya'ni toshni sindiradigan qilichlar aynan mana shu yerda tayyorlangan degan taxminlar ham, deyarli isbotlangan faktlar ham bor. Hozir men sizga ana o'sha faktlardan birini ko'rsataman. Qo'limdagi narsa temir tayyorlashda hosil bo'ladigan chiqindi, qoldiq, shlak ham deymiz. Bu qanday paydo bo'ladi? Ya'ni temirchilar temir rudasini olishadi, juda katta temperaturada eritishadi va o'zlari uchun kerak bo'lgan qurollarni tayyorlashda foydalanishadi. Ana o'sha tayyorlanish asnosida mana shunday qoldiqlar paydo bo'ladi. Damashq qilichlari juda ham mustahkam bo'lgan. Bunday mustahkamlikka erishish uchun temperaturani 1650 gradusga qadar ko'tarish shart bo'lgan. 1650 gradusda ham buzilmaydigan, turadigan qoliplar esa mana bunday holatda bo'lgan. Aynan mana shular tufayli Axsikentda eng mustahkam qilichlar tayyorlangan. Tasavvur qilib ko'ring, o'sha davrning eng ilg'or texnologiyasi Axsikentda bo'lgan. Bir qarashda sal g'ayritabiiy eshitiladi, lekin bizning ajdodlarimiz erishgan g'alabalariga nazar tashlaydigan bo'lsak, bunday shubhaga o'rin qolmaydi. Misol uchun, agar mana shunday qilichlari bo'lmaganda, Amir Temur qanday qilib dunyoning yarmini zabt etgan bo'lardi? Biz sizga xo'p ta'rifini keltirganimiz o'sha Damashq qilichi. Keling uni Axsikent qilichi deb ataylik. Mana shu siz ko'rib turgan eksponat o'sha Damashq qilichini juda ham yaxshi saqlangan qismi hisoblanadi. Mana bu hassali qilich 3 marta hajga borib kelgan deyishdi. Bizga berilgan ma'lumotlarda e'tibor bersangiz, hassani ichidan mana bunday qilich chiqib keladi. Juda qiziqarli, juda qiziqarli. Yana bir jihat, mana bu qilich aniq janglarda qatnashgan. Tig'ni o'zi bir necha joyda o'sha qilich urishtirilgan joydagi zarb yeganlari hammasi bilinib turibdi. Ya'ni bu jangda yurgan, qaysidir askarning jang quroli bo'lgan va safardan qaytib kelgandan so'ng, so'nggi jangdan so'ng qinga solingan va qayerdadir qolgan. O'sha jangchining avlodlari keyinchalik mana shu muzeyga olib kelib topshirganlar. Shunaqa, juda qiziq, juda qiziq. Siz ko'rib turgan chuqur har bir xonadonda kamida 2 tadan bo'lishi shart bo'lgan. Biri hojatxona, ikkinchisi esa chiqindi tashlanadigan chuqur, o'ra. Endi biz yuqorida aytib o'tdik, qal'ada aholi juda ham zich yashagan deb. Bunday holatda sanitariya masalalari ham bor. O'sha vaqtlarda turli yuqumli kasalliklarni tarqalish xavfi juda yuqori bo'lgan. Bu xavf qanday bartaraf etilgan? Faqatgina tozalikka, ozodalikka e'tibor qilgan holda. Axsikent ahli juda ham toza, ozoda yashaganlar. Ko'chalarga umuman axlat tashlash mumkin bo'lmagan va o'sha vaqtlardayoq ko'chaga axlat tashlaganlar turli jazo choralari bilan jazolanishgan. Endi men shu yerda bitta parallel keltirib o'tishga majbur bo'laman. O'tgan yili yozda biz Yevropaga sayohat qildik va o'sha yerdagi qadimiy shaharlardan birini aylanish asnosida siz ko'rib turgan holatga duch keldim. Ya'ni uy va unga yopishtirib ekilgan daraxt. Juda chiroyli manzara va men bu manzara fonida hattoki selfie suratga tushib ham oldim. Keyin tabiiyki qiziqib so'radim. Nima uchun
daraxt devoriga yopishtirib ekilgan deb. Javob meni yumshoq qilib aytganda shok holatiga tushirib qo'ydi. Sababi aytishlaricha, o'rta asrlarda Yevropada hojatxona masalasi juda muammo bo'lgan va 2-3 qavatli uylarda yashaydigan odamlar o'zlarining hojatlarini shunchaki tuvakdan ko'chaga to'kib yuborishgan ekan. Daraxt esa ana o'sha to'kilgandagi turli chiqindi va noxush narsalarni o'zida ushlab qolgan va qaysidir ma'noda ozgina bo'lsa ham ko'cha tozaroq bo'lishiga sababchi bo'lgan. Bu narsa ochig'i menga sal g'alati tuyuldi, lekin mayli, hammaning ham o'z tarixi bor. Hozir men birozgina siyqasi chiqqan gap aytaman. Mana nima uchun bizdan Beruniylar, Farobiylar, Ibn Sinolar chiqqan. Albatta, bu narsa hozirgi zamonaviy reallikni hech qayerga surib qo'ymaydi. Bugun Yevropa juda ham rivojlangan o'lka. Nima uchun? Chunki biz qadriyatlarimizdan birozgina chetga ketdik. Albatta biz yana o'sha o'zimizning relsimizga, o'zimizning yo'limizga tushib oladigan bo'lsak, yana o'sha ulkan taraqqiyotga albatta erishamiz. Mayli, mavzudan birozgina o'tlab ketdik. Yana Axsikentga qaytamiz. Demak, e'tiboringizni tortmoqchi bo'lgan yana bir jihat bu o'sha ikkita o'ra chuqur qanday kavlangan. Savol biroz g'alati. Qanday kavlanardi? Qo'lda kavlanadi. U vaqtda zamonaviy texnologiyalar bo'lmagan. Lekin gap shundaki, hurmatli o'rtoqlar, o'raning diametri 70-80 sm va 15 metr chuqurlikka ideal tarzda tushgan. Ana endi o'zingiz tasavvur qilib ko'ring. Diametri taxminan mana shunday bo'lgan va 15 metr chuqurlikka ega o'rani qanday qilib kavlashgan? Bu o'ra ideal tarzda tekis bo'lgan. Juda qiziq savol va bu savolga javobni hozircha arxeologlarimiz ham topa olishganicha yo'q. Mana endi Axsikent haqidagi ma'lumotlarimizning eng kulminatsion nuqtasiga yetib keldik. O'rtoqlar, biz hozir siz bilan O'rta asrlar shahri qay tariqa zamonaviy chizmalarda ham hattoki qilish qiyin bo'lgan holatda suv bilan ta'minlangani haqida gaplashamiz. Gap shundaki, Axsikent yuqorida joylashgan. Biz buni juda ko'p urg'u berib o'tdik, ko'rsatdik va bu yuqoriga suv olib chiqish qanday bo'lgan? Ana shunday hattoki zamonaviy injenerlar ham havas qiladigan yer osti yo'li orqali bir necha kilometr uzoqlikdan suv tortib kelingan. Sopol quvurlar yer ostidan yotqizib kelingan va shunchaki yotqizib kelinmagan, balki metro usulidagi shaxta ichidan tortib kelingan. Buning qulaylik tomonlari ko'p bo'lgan. Misol uchun, biron joyda suv quvuri yoriladigan bo'lsa, bemalol ustalar pastga tushib, o'sha metro shaklidagi yer osti yo'lida yurib, shikastlangan quvurlarni almashtirishlari mumkin bo'lgan. Yana bir qiziq jihat esa, ma'lum bir joyda quvurlar orqali kelgan suv hovuzlarda tindirilib, keyin yana ilgari oqizilgan. Aholi yer osti yo'liga tushib, o'zlari uchun kerak bo'lgan muzdekkina suvni tepaga olib chiqib foydalanganlar. Shu o'rinda yana bir lirik chekinish, baribir bugungi zamon bilan solishtirishga majbur bo'lamiz. Agar ko'chalarda yana kavlab tashlangan va almashtirilayotgan quvurlarni ko'rsangiz, Axsikentni eslang, o'sha vaqtda odamlar qanday yashaganlariga bir nazar tashlab qo'ying. O'sha narsa sizga birozgina bo'lsa ham tasalli bo'ladi. U vaqtlarda hech kim ko'chalarni yopmagan, chuqur-chuqur kavlab o'sha yerdan quvurlarni olib chiqib, oylab, yillab almashtirmagan. Shunchaki ustalar pastga tushib quvurlarni almashtirib chiqishgan. Bunaqasiga menimcha har qanday zamonaviy inson ham havas qilgan bo'lardi. Axsikent o'z tuproqlari ostida bunday sir-u sinoatlardan qanchasini bekitib yotibdi bilmaymiz. Hozircha juda kichkina joy ochilib o'rganilgan xolos. Vaqtimizga O'zbekistonda arxeologiya sohasiga e'tibor juda kuchaygan. Yaqin vaqtlar ichida bunday ochiq osmon ostidagi muzey bo'limlaridan yana bir nechtasi ishga tushishi kutilmoqda. Shuningdek, Axsikentga keladigan sayyohlar uchun Sirdaryo bo'yida zamonaviy sayrgoh va dam olish joylari ham tashkil etilishi ko'zda tutilgan. Axsikent rivojlanayotgani haqida gapirdik. Umuman Axsikent faqatgina arxeologik obyekt emas, uning mana bunday daryo bo'yida joylashgani turizmni rivojlantirish uchun yana ko'pdan ko'p imkoniyatlar taqdim etadi. Mana shunday imkoniyatlardan bugungi kunda tadbirkorlarimiz ham juda unumli foydalanishmoqda. Misol uchun, mana bunday motorli qayiqda sayr qilishning narxi bitta ekipaj uchun 200 ming so'mdan iborat ekan. Biz safarimiz
Boshida sizga katta tarixni, ajoyib tabiatni va shu bilan birga zamonaviy ko'ngilochar joylarni ko'rsatishni va'da bergandik. O'ylaymanki, biz va'damizning ustidan chiqa oldik. Albatta Namanganga keling, Axsikentni ko'ring. O'sha davr muhitini, yulduzli tunlar muhitini o'zingiz his qiling. Biz esa siz bilan xayrlashamiz. Xayr, salomat bo'ling.